الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ve ala alihi ve sahbihi ve men vale amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 95 oyatiga keldik. Ilgirki darslarimizda Alloh subhanahu va taolo jihad haqida so'zladi, jihadga munosabatlik masalalar haqida so'zladi, mu'min bilan kofirning o'tirdagi bo'ladigan kurashlar haqida so'zladi. Mu'minningki bu safda o'zining amaliy, ya'ni qalban va qoliban amaliy qatnashishi, amaliy turishi va amaliy harakat bilan bu safning ichida yashashi kerak ekanligini tilga olib qo'ygandan keyin bugungi oyatda jihaddan turib olgan, ya'ni o'zini bu safning sirtida hisoblagan kishilar bilan bu safga o'zining amaliy harakati orqali qatnashgan kishilar o'tirisidagi farqni bayon qilib davatidi. Astaizu billah. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. Biz oyatning voqealigiga tafsilotiga kirishdan ilgari oyatni qisqacha bir tarjima qilib o'taylik. Mu'minlar ichidagi hech qanday bir zararsiz holatda, to'salg'usiz holatda jihadga chiqmay, bu xizmatga otlanmay turganlar bilan Alloh yo'lida o'zining mollari bilan, jonlari bilan jihad qilayotganlar hargizmo barobar emas. Alloh subhanahu va taolo mujohidlarni, ya'ni o'zining mollari bilan, jonlari bilan jihad qilayotganlarni turvağallardan, oturvağallardan bir derece üstün kıldı. Allah hemmisiga yaxshilikni va'da qildi. Allah yani jihad qiluvchilarni turvağallarga büyük bir ecir bilan, katta bir ecir bilan ortiq qildi. Oyat mushu şekilde oxirlashdi qarindoshlar. Oyatning bir hikoyasi bor. Bilimiz Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki yazg'uvchilarining ichida Zeyd ibn Sabit ismli bir vahiy yazg'uvchisi bir sahabi var. Zeyd ibn Sabit hem öylenge tunuşluq olgandek Resulullah vahiyga ishonch qilib vahiy amanatdori qilgan sahabe. Ebu Bekir radıyallahu anhu vaqtida ve Osman radıyallahu anhularning davrida Qur'onni to'plab xotirlash xizmetining amanatdori bo'lgan sahabe. Bir gün ise Resulullah'ın qeshida turib yutisi, yani puti, Resulullah'ın putunun aslında qolgan vaqtda Resulullah'a vahiy kelishga boshlaydi. Bu jarayonni Zeyd ibn Sabit radıyallahu anhu manda tasvirlaydi. Yani Resulullah'ın yutisi mening yutamning ustida itdi. Yutam eğirlishib hatta sunup ketamiki degan bir xil endişe, korkunuşqa tushib qoldim deydi. Yani o kadar derecede eğirishib ketdi demekçi. Bilimiz hadislarda tasvirlanganiga qaragan vaqtda Resulullah'da vahiy kelgan vaqtda ba'zi bir o'zgarishlar bo'ladi. Bayatdanki Zeyd ibn Sabitning tasvirlanganiga o'xshash yoki undan boshqa Resulullah tügünün üstüde yoki bir ulag'ning ustida ulab vahiy kelayotgan vaqtda ular ko'tarilmay qanaqib qoladigan, cho'kib qoladigan derecede bir xil o'zgarishlar bo'ladi.
Şunda özgürlükten kin Peygamber Aleyhisselam şapıda kötürüldü. Yani o hadise tügüdü. Yani ve hiç şu atkan ahval tügüp dedi ki yaz. Çünkü Zeyd bin Sabit degenimizde Resulullah'ın ki vehi yazgıcısı. Resulullah Zeyd bin Sabit karta dedi ki yaz. La yestevil qa'idun minel mu'minine vel mujahidun. Müminlerin içinden turvağalla bilen cihat kılıp atqalla beraber emas. Bu çişti. Şimdi Seyyidimiz İbni Ummu Mektum hem öyle bir sahabeların içindeki köze ema sahabe. Ama kalbi uygak sahabelardan birisi. Hazır düşken ayette müminlerden cihatqa qatnaşmay tuğallar bilen cihat qılğanlar teң emas degenden keyin İbni Ummu Mektum'dan kalbideki imani uygaklık bunu derro qozgatdı. Çünkü ama cihat işlerine qatnaşanmaydı. Ayet cihatqa qatnaşmağanlar bilen cihat qılıp atqanlar teң emas davatıdı. Bu özü xalab bulğan iş emas. Küze ama bir yerde bir büyük bir fazilet derece hakkında gap buluvatıdı. Hiç qanday müminnin kalbi uygaq müminnin ki bu dereceden qapqağısı yok. Dedi ki ya Resulallah qılanmağan kişiler ço. Bularning ahvoli qanday bo'ladi? Qirg'isuva iymoni ishtirib turadigan, lekin sharoiti yorib bermagan kishilar bu darajadan quruq qolamdi. Ya'ni Rasululloh ikkinchi qatim bayatdan qadek vahiy tushgan ahvol Rasulullohda ko'ralgili boshladi. Yani Resulullah bir xilaqi özgergili tutdu. Yani ondan keyin Resulullah'tan o özgürlüş ketdi. Zeyd ibn Sabit'e dedi ki yaz. La yestevil qa'idun minel mu'minin gayru ulud darar vel mujahidun fi sabilillah. Ayet aynı ayet huwa yani şu ayet şu ama oturda gayru ulud darar bir söz artıq düştü yani. Ma söz kinçti demekçi. Aval düşken ayet gayru ulud darar degan kelime yok haleti düşken. Gayru ulud darar qarindaşlar özü de cihatqa tusal qo'yiladigan cihatqa chiqishqa onunga yar vermeydigan bir ahvol, zarar, bir kesel yoki her jihatdan qadrlanmaydigan bir ahvol degan gap mushu bo'lmasdan degan so'z ayrim tushdi. Birinchi qitim tushgan oyati bu yo'q. Birinchi qitim tushgan oyatni sizlarga bir oddiy tarjima qilsam, jihatdan o'ltirib olganlar bilan jihat qilayotganlar teng emas. Ma shaklda tushgan. O'tirdiki, zararsiz degan gap yo'q. Abdullah ibn Umm Maktumning savolidan keyin zararsiz degan mushu bir jumla yoki bir so'z ayrim tushdi. Rasululloh makin tushganni Zeyd ibn Sabitqa ma'ni qo'shib qana qilgan, yozg'in degan buyruqni shu vaqtda qana qildi berdi. Yani bu vahiy, ikkinchi qatim tushgan vahiy İbn Ummu Maktumga o'xshash zarar tüpeyledin, birer üzdeki kisellik tüpeyledin, ya emalık, ya ki tokurluk, qanday olsun, cihat qilishqa tusal oladigan bir amillar tüpeyledin, qalbidan qirg'isuva qilinmagan kishilarga nisbatan bir taskinlik, xotirjam qilish shaklda ikkinchi qatimliq oyat qana qildi tushdi. Endi mushuna bir voqelik yuz berdi qarindoshlar. Bir jarayon bu. Asli oyat birinchi qatimdilar. Meni g'ayri ulud darar degan qo'shilib, tafsiliy keng shaklda tushib bo'laverdi. Lekin birinchi qatim mu'minlar ichidagi jihatdan turganlar bilan jihat qilayotganlar teng emas tushib bo'lib, İbn Ummu Maktumning savolidan keyin g'ayri ulud darar degan oyatdan qo'shilib tuyishi bizga bir narsani o'rgatadi qarindoshlar. Yani her ayetni anlagan vaqtida Allah'ın her talimatını qabul qilgan vaqtida shariat tarafidan her buyruqni bizning oldimizga kelgan vaqtida butun vujudimiz bilan imoniy qalbimiz bilan buni qabul qilib va buningdagi masalalar haqida o'ylanish kerak. Yani men
mush yerga qanchalik tushmak. Qaranglar, Ibn Maktum oyatni anglabla jihad qilganlar bilan qilmaganlar o'xshamas degandan keyin o'zining bir maydonini buningga sep baqdi. Men jihad qila olamdimi, qilolmayman, chunki ama. Hamda mening ishimdan bo'ladi. Ma suoldan keyin Alloh subhanahu va taolo g'ayri ulud darar degan nimani oyatni takror qana qildi tushadi. Buning hammasi bizdan bir xil nimalikni talab qiladigan, o'yg'oqlikni talab qiladigan bir ahvol. Yani bu yerdan bizni talab qilayotgan nima desa, Qur'on, hadis va shuningga o'xshagan shariatdan bir ta'limot kelgan vaqtida, buyruq kelgan vaqtida biz iymoniy o'yg'oqligimiz bilan turishimiz kerak. Bunda bir kep o'tib ketadigan emas. Har ta'limotdan biz o'zimizning hayotda qiladigan bir ishlarimizni izlashimiz kerak. Qilalasak qilalagancha, qilolmasak onun ayrim bir yo'lini qana qilishimiz kerak, tepishimiz kerak. Oyatdan va oyatga munosabatlik voqeliklardan bizga chiqayotgan uqum shu qarindoshlar. Endi oyatni biroz tahlil qilsak, mencha bir narsalar chiqadi bilamiz. Oyatda mu'minlar ichidagi jihad qilayotganlar bilan o'ltirganlar teng emas ifodasi qo'llandi. Biz Allah subhanahu va taolaning bu oyatga ishlatgan ifodalarga qaragan vaqtimizda mujahidun ifodasini biz tushunamiz. Jihad qilayotganlar, ya'ni Allohning kalimasini ustun qilish uchun yuqurisi urushdan tortib eng kichiga shuningga chaqirish, shuningga tunji qadamni elish, tayyorligini qilishdan tortib butun ishlar mujahidun jihad qilayotganlarning tahtiga daxil bo'ladi. Buni tushunamiz. Ammo mujahidunning qarshisidagi qaidun ifodasiga qaragan vaqtimizda biz lug'atdan shunday ko'rsak, o'ltag'anlar deb bir ma'no chiqadi. Normalda arabcha o'qigan odamning hammasi biladi buni. O'ltirganlar ifodasi chiqadi. Endi bu yerda normalda o'ltirib olish urtug'a odamning qarshisida keladigan so'z. Lekin bu yerda mujahidning qarshisida keldi. Bu bizga shunda bir ifodani bildirdi qarindoshlar. Ya'ni islomda, ya'ni mu'minlar islomning dastlabki davrida va Allohning talab qilganida bizning ikki xillar bo'ladi. Birisi har doim hozir turganlar, har doim chaqiriqqa o'zini tayyor qilib turganlar. Bu bir turliki, buning ismi mujahidun. Ya'ni birisi sapdan chiqib olganlar. Bu bir turliki. İslam bizni nima talab qildi desanglar, har zaman, har minut tayyor turishni. Nima ish qilishimiz kerak bo'lsa, nimaga chaqirilsak, navbatdagi vaziyatimiz bizdan nimani talab qilsa, dinning, millatning manfaati nim bo'lishni istasa, hamon shuningga hozir turadigan bir xil holatni taqozo qilyotdi. Mana buning ismi bizning shar'iy atalg'ida mujahid. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu nuqtani mana shaklda ifodalagan qarindoshlar. Kishilarning eng yaxshisi shak ma'noda rajulun mumsiku inana farsihi. Etining chulvurini tutib turgan Alloh yo'lida. Ash ustiga minitlam ushdiganga. Qachoniki bir nima anglasa, ovoz dushman kelgandek bir ovoz yoki bir qo'rquv uchun dushmanga hurra degandek bir chiqsa, o'lib ketish ehtimoli bo'lgan, zararga uchrash ehtimoli bo'lgan darajadagi xatarlik bir ahvolda qolgan taqdirdami, hamon shuning atlanib qana qildigan, chiqadigan kishi ifodasini qo'llangan hadisda. Hadisning oxirisi bor, ammo munosabatlik tarafi shu. Ya'ni payg'ambar alayhisalom bizdan nim bo'lishni taqozo qiladi desa, har doim tayyorlikning ustida. Musulmonning ahvoli bu, mu'minning ahvoli bu. Endi buning qarshisidagi odam, ya'ni o'zini qo'yayotgan odam hayotda. Unda bayatni biz degandek tayyorlik ustida emas. Qachon din, millatning navbatdagi taqozosi, manfaati
sening manda ish qilishingni talab qildi degan vaqtda uningga nisbatan hozirligi yo'q kishi mujahidunning qarshisida ishlatilgan qaidun degan so'zning ta'ti kiradiki o'ltag'alla. Ya'ni bizning eg'iz tilimizdagi o'ltirish labzini qana qildi oyat ishlatdi. Bizda normalda bak bir ishlarni qilmay turgan odamni garchi amaliyotda o'tdamasimi o'ltirib olgan degan shaklda ifodalaymiz. Qur'oni Karimmo bu o'rinda ashta nuqul mandalik xuddi men o'rindiqda o'tdaganga o'xshash yoki bir yerda o'tdaganga o'xshash manda maqsad demakchi emas. Faqat jihadga har doim hozirlik ustida turgan kishining qarishisini hayotda o'zini qo'yib yotgan, unda tayyorlik qilmagan, qachon chaqas vaqtda ha demaydigan odamni nima deyotdi Qur'on? Qaidun, ya'ni o'tirvag'alla degan shaklda qanday qilyotdi, ifodalayotdi. Shunga hadis qaraganimizda Payg'ambar alayhisolamningki bayatdagi tasvirida atning churini tutgan deydi. Bu gapmi alaqi bir odam hayotining har bir minut sekundlarida davomli at ig'ilisiga kirib etning chudurini tutib turolmaydi. Yani bir kinoya gap, ya'ni tushunsak har doim hozirlik ustida chiqadigan amallarni qanday qiladi chiqadi. Mening u ishim batdi, bu ishim batdi emas, hamon chiqadi. Buni ma shaklda tasvirlaydi ya oyatdagi mujahidunmi shunday kishilar. Qoidunchi desa, ashta hozirligi yo'q kishi nimaning qatoriga kiradi? Qoidaning qatoriga kiradi, garchi u amaliyot o'tamagan bo'lsa-mu. Demak, ma oyatdagi tarjima qilgan vaqtda bizning kallamizga darrov keladigan o'tirvag'anlar ifodasi qandaqdir o'tirvag'anlar emas, balki jihadga har doim hozirligi yo'q, tayyorliksiz yashaydigan kishilarni nima deymiz? Qoidun o'tirvag'anlar deymiz qarindoshlar. Ya'ni bu yerdagi masala mu'minning hayotdagi mas'uliyatini eskartishki, mu'min har doim mushohalatda qanday qilish kerak, bo'lish kerak. Endi bir nuqtani yana takror o'ylaymiz qarindoshlar. Shu vaqtda Payg'ambar alayhisolamga tushgan bu oyatda o'tirvag'anlar, jihad qilganlar teng emas ifodasi qo'llanildi ya. Biz Rasulullohning zamonida qargan vaqtda o'tirvag'anlarni topalamdiq desa, Rasulullohning zamonida jihadni o'tirvag'anlar yo'q. Butun sahobalar umumyuzlik holatda jihadga hozir, islomning xizmatiga hozir. Shu vaqtdagi talab nimani taqozo qilsa, shuni qilishga hozir. Nega elchilikka avassa, berishga hozir. Kimlar bilan urush qilishga avassa, berishga hozir. Demak, nima ish qilib buyursa, qilishga hozir. Demak, u vaqti yo'q. Lekin nima uchun bu oyat tushdi desa, ya'ni bu yerda bizga mu'minningki imoniy da'vo, imoniy hayot, imoniy yo'lining qanday bo'lganligini depamoqchiki, mana bu Alloh bizni talab qilgan yo'l. Mu'min har doim hozirlik ustida bo'lishi kerak. Har doim o'zini jihad qilyapman degan tuyg'u bilan qachon, qaysi minut, qaysi sekundda men lozim bo'lsam, menga ehtiyoj bo'lsa, mana men bor degan shaklda yashashning Allohning bizni talab qilgan bir sifat ekanligini qana qilmoqchi depamoqchi qarindoshlar. Andigan oyatdagi o'tirvag'anlar deganning keyiniga qo'shilgan bir oyat va bilisizlar. Ma ikkinchi qatim tushgan. G'ayru ulud darar, ya'ni zararsiz. Anda olsa jihadga chiqmaganlarning ichidan, masalan, ma'lum bir o'zr tufaylidan, zarar tufaylidan, ularni jihadga chiqishdan to'sdigan bir cheklama omil tufaylidan chiqmaganlar kimlar desa, bular Sura Tavbaning 91-92 oyatlarida bayon qilingan kishilar. Davatuda bu oyatda laysa alal duafa va la alal marda va la alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما yunfiqun. Ayet şuna da vatıdır ki, ma dereceden düşüp ketmeydiğen kişilerin içindeki özrü ilgileri, sebep ilgileri monolar. Birincisi acizlar. Yani cihadga chiqib, üstüge tushgan vazifani ado qilolmaydigan bir kishilar, masalan, qiyrilar yoki kichiklar deganda. Ikkinchisi kasallar. Ya'ni jihadga chiqolmaydiganlar.
Masalan, İbn Ummek'ten o'xshash ko'z ko'rmaydiganlar, tokular, masalan, cho'loqlar yoki jihodga chiqay desa, bir hozirlanib chiqqudek iqtisodi yo'q. Resulullahning qishig'i kelsa, Resulullahmi ularni hozirlig'idek, Resulullahning qishdimi bir narsa yo'q. Ondan keyin bular jihodga chiqanmaganligidan ichi o'rtinib, ko'zdan yosh chiqib ketadigan manda kishilar, bular inshaalloh mujohidlar bilan o'xshash darajali kishilar. Gerçi tabiiy hamajat o'xshash deyilmaydi, lekin aqaidonning qatoriga kirmaydi bular. Rasmiy sapning tashqi chiqib, o'zini bu ummat, bu millatning ishidan emaslik tug'an kishilardan farqli. Chunki bularning o'zisi bor. Ya bularda kasal bor, ya ojizlik bor, yoki ko'zi qorg'uliq, amaliq, to'kurliq yoki bayatonga o'xshash hozirlanish uchun jihodga chiqim qiladigan bir narsa topolmaydigan ma shaklda o'zurlari bor. Oyatning oxiridagi Sura Tavbaning bayatınki özür ilgileriga berilgan oyatning oxiridagi bir nokta bizning diqqatimizni tortadi qarindoshlar. Tavallaw va a'yunuhum tafidu min ad-dam'i ifodasi bor. Yine Resulullahning qishig'i kelib, "Ya Rasululloh, bizning jihodga o qadar chiqimiz bor. Mumkin bo'lsa bizga jihodga chiqqudek bir narsa ba'sizlar. Masalan, mengidek ot, mengidek tuga." Ma'nosini ba'silsa Rasulullohdan yo'q. Ondan keyin bular yo'qlik tufaylidan qaytudu ifodasida ko'zlari yoshga to'lgan. Tafidu min ad-dam'i degan gap ko'zlaridan yosh to'kilgan bir shaklda. Bu ikki nuqta bizning diqqatimizni tortadi. Birisi ko'zidan yosh to'kilgan vaqt bular qaytgan vaqt. Va tavallaw va tafidu Rasulullohning oldida mish-mish yig'lab bermadi. Ya'ni bu nimani ifodalaydi desa, bularning bu yerdagi yig'isi riyo shaklidagi yig'i emas. Yoki o'zininki bir maydonini Rasulullohga o'qtirib qo'yishni yig'ilgan yig'i emas. Rasulullohning oldida yig'lamaydi. Ammo ishchidan bir ochiq bor. Jangga qatnashmaganligidan. Mana bulardagi iymonning haqiqiy ifodasiki, uyga qaytgandan keyin yoki qaytgandan keyin o'zini tutib ololmay yosh to'kib ketadi. Oyatda qo'llangan tafidu min ad-dam'i ifodasi bunda yoshning ichidan portlab chiqib tutib ololmay to'kalgan ifodasi. Qanaqdir riyo qilish ustidan ash ko'zlarini siqib, o'zini zo'lab, bir ancha-muncha yosh to'kib, boshqalarning oldida o'zining bunda bir chiqqanligiga ichim pushti degandek bir xil riyo ifodasi emas, rasmiy ichidan qanday chiqqan, portlab chiqqan bir ifoda va qarindoshlar. Oyat shuni tasvirlayapti. Bu odamning iymonida sodiqki, agar chiqalaydigan jihodga bu imkoniyat bo'lgan bo'lsa, bu 100% qana qildi bular jihodga kesin chiqibdi. Ammo rasmiy buning nimasi bor, o'zrisi bor. Ya ojizlik, yoki u, yoki bu, yoki chiqqudek bir narsa yo'q. Bu ahvol Sura Fatihning 17-oyatida qana qilinadi, tilga ilinadi. Davatudaki laysa alal a'ma harajun ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. Yani a'maga haraj yo'q. Tokuga haraj yo'q, kasalga haraj yo'q. Yani Allah subhanahu va taala bu kishilarni hali o'tirganlarning ichiga tiqmadi. Bular ayrim bir tur. Bular ayrim bir tur qarindoshlar. Yani bular oyatdagi g'ayru ulud dararning tahtiga kiradigan kishilarga bular ulud darar. Yani bular zararli kishilar, jihodga chiqolmaydigan kishilar. Bugungi oyatdagi qoidon turvag'anlar va jihodga chiqqan mujohidlar teng emas, barobar emas deki turvag'anlarning ichida emas bular. Allah subhanahu wa taala böyle derecini ayırdı. Tanımaz dedi. Doğanlıkın tabii ki kalımız kılgan sual kim artıq? Dese ayetinin ahırda Allah subhanahu wa taala bunun cevabı dedi ki Faddalallahu al-mujahidine bi amwalihim ve anfusihim alal qaidine derece ve kullen vaadallahu al-husna. Allah subhanahu wa taala özünün mallarını çıkarıp, canlarını çıkarıp bu yolda cihad kılgan kişilerini oturvağanlarını derecede üstün kıldı. Allah hemizki yaxşılıq vədə kıldı deydi. Yani bir yerde yani turvağanlarını püftilley bu yoldan çıkarıp etmedi. Ulağı mı məlum derecede ümit verdi ki ayetinin ahırda ve kullen vaadallahu'l husna. Allah işkiliske yaxşılıq vədə kıldı. Çünkü bu mu mümin, bu mu mümin.
Cihatga çıqqanı mu'min, turib qalganlarmı mu'min. Ularni imandan chiqarib olmaydi. Ammo o'tirdagi farq daraja farqi. Daraja farqi. Ondan keyin qalbimizga keladigan bir nuqta. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bu yerda mujohidlarga husna, jannat, yaxshilik va'da qiladi. Ammo jihatdan qilib qolgan zarar egalari bor. Masalan, bayatligimizdek qarg'u, ondan keyin to'ku va boshqa jihatga chiqishdan bularga engel bo'ladigan, to'salg'i bo'ladigan sabablar bilan jihatning bularga nima uchun Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni va'da qiladi desa, chunki jihatga chiqqanlar Alloh subhanahu va taolo hayotda ularni avladi ba'zi ayib nuqsonlardan saqlagan kishilar. Jihatga chiqa oladiganlar. Yani ularni qarg'u qilmadi, to'ku qilmadi va boshqa engel sabab cheklamalarni bularga bermadi. Bular Allohning bergan shu ne'matiga tayinib jihad qilishga chiqdi, Allohning darajasiga erishdi. Endi bu kishilar hayotida bir odam ko'zi ama yashadi va buningga sabr qildi. To'ku yashadi, buningga sabr qildi va bundan boshqa kasallar bo'lib qoldi bu odamda. Buningga sabr qildi. Masalan, bir o'zini hozirlab jihadga chiquvdak iqtisodi yo'q, kambag'al yashadi. Buningga qana qildi, sabr qildi. Tabiiyki Alloh subhanahu va taolo jihad qilganlarga, jihadga chiqqanlik ajrini bersa, bularga bu nuqtadan ajr savob bergan bo'lsa, Mavlaga jihadga chiqqanmog'idek bir engellan, chiqqanmog'idek bir zararlan, chiqqanmog'idek bir ayib bilan yashaganligi uchun bularga Alloh subhanahu va taolo savobni qana qiladi, umid qiladi. Ya'ni savobni bularga va'da qiladi. Bularga biri deyani. Bular o'zguchlik oladi, ular o'zguchlik qana qiladi, oladi. Ammo oyatda deyilgandek har odamning oladigan darajasi o'xshunki biz hozirgi oyatni takror o'qiganimizda faddalallohul mujahidina bi amwalihim va anfusihim alal qoidina daraja mujohidlarni jihatga chiqmaganlardan darajada ustun qildi. Bu yerda bir ustunlik bor va oyatning oxirgi vaqtimiz diyana va faddalallohul mujahidina alal qoidina ajran azima. Alloh subhanahu va taolo mujohidlarni turvag'anlardan buyuk ajrda ortiq qildi. Bir oyatda ikki qitim takror ajrda mujohidlarning boshqalardan ortiq qilganligini tilg'aldi. Tabiiyki jihad qilganlar bilan jihad qilmaganlarning o'rtada osmon zamin farqi bor. Ammo haliqidek zarar tufaylidan, o'zida bir ayib, kamchilik tufaylidan, imkoniyat bo'lmaganlik tufaylidan qilib qolganlarga Alloh subhanahu va taolo mujohidlarga bergandek bermasinmi? Ammo mushullarningki qilgan etkenleri güçlük, qilgan sabrlari güçlük, hayotida qarg'u yashagan, hayotida to'kuvlab yashagan, hayotida kambag'al yashagan, mushuk qilgan va mushuning sabr qilganlik uchun bularga birida ajr beradi. Ammo o'tirdiki, farqni qanaqib qolmaslik, unutib qolmasligimiz kerak. Undan boshqa 96-oyatda Alloh subhanahu va taolo darajatun minhu va mag'firatan va rahmatan va kanallohu g'afurur rahima deydi. Oyat yanala o'rtadagi farqni bizga alohida bildiryapti. Darajat, darajalar, farqlar, martabalar. Daraja, bir farq demadi. Darajat, farqlar, martabalar degan shaklda buni ko'p darajaning, ko'p farqning borligini mayat ifodalayapti qarindoshlar. Ya'ni 96-oyatda Alloh subhanahu va taolo mujohidlar bilan jihadga chiqmaganlarning o'tirisida Alloh subhanahu va taolo nurg'un darajalarda farq qiladi, mag'firat, rahmatni farq qiladi degan bir shaklda ifodaladi. Bayatligimizda daraja degan ifoda burun oyatda yakka birlik shaklda qo'llanilgan bo'lsa, ma oyatda ko'plik shaklda qo'llaniladi. Bilimiz arab tilining ifodalashida normal saviyadan ostiga tushsa, buni arabchada darakat ifodalanadi. Üstüge yükselsa bunu Arapçada darajat ifadesi bilan qanday qilib qo'llanildi. Ya'ni ma oyatdagi darajat ifodasi hatto mujohidlarning mo. Mana bir nuqtaga diqqat qilinglar.
mujahidlarningmi o'xshash daraja emasligini Allah oyatda bizga gapiryapti. Bayatning yoqi men sizlarga tushuntirishga tirishayotganim jihadga chiqqanlar bilan chiqmaganlarning ikkilisining mu'min ekanligi faqat Allah'ның oldida darajada farqli Allah'ni tushuntiryapman ya, endi jihadga chiqqanlarningmi hatto o'rtada farq bor. Hammadan masalan jihadga chiqqanlarning hammasi o'xshash jihadga chiqdi-ku davolanmaydi Allah'ның oldida. Balki har bir odamning to'lagan badali, ko'rsatgan xizmati, tatgan jafosiga qarab turib, bularning darajasi qana qilmaydi, o'xshamaydi. Ma'yatdagi darajat shu. Biz buni Sura Tavbaninki 121 oyatidan ko'rib olaymiz. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراف يتخلفوا عن رسول الله degan oyatda mujahidlarninki erişidigan savab, ajr, mukofotininki bularga yetgan ussuzluq, bularga yetgan jafo, bularga yetgan ochliq Allah yo'lida masalan bular qilgan dushmanni ochiqiladigan, dushmanning g'azabini keltiradigan har bir ish faoliyat, bularning dushman qilgan har hujumlari, ya'ni qilgan ishlar demakchi, mushularga qarab turib bularga ajr yeziladiganligini tilga oldi oyat. Ya'ni bir nechta turli ishni tilga oldi bu yerda oyat. Bir nechta turli ishni qarindoshlar. Masalan, ustosh bir jihad qilish jarayonida, jang qilish jarayonida ba'zilar xizmat sharoiti tufaylidan su aziyada vazifa o'tishi mumkin. Ba'zilar su normal bayada vazifa o'tishi mumkin. Ikkilisi jihad maydonida vazifa o'tadi. Lekin su aziyada vazifa o'tigini su normal bayada vazifa o'tiganga o'xshash sugan hamon su içenmeydi. Şu mümkün, o ussuzluqqa chilishi mumkin. Deganimizdek, yemeklikmi shu? Her adamning vazifa o'tigan maydoniga qarab turib tartadigan jafosi o'xshamaydi. Ba'zilar robot turishi mumkin, ba'zilar oldingi safga verishi mumkin, ba'zilar logistik xizmatlarni qilishi mumkin. Ba'zilar qilayotgan xizmatning xatiri ba'zilar qirg'an vaqtda yuqurilishi mumkin. Ba'zilar jihad qildim deb yillab usab turib bir dushmanni yo'q qilmaslik mumkin. Ba'zilar hep dushmanga hujum qiladigan, har davomli dushmanga zarar yetkazadigan oldingi safda turishi mumkin. Bularning hammasi o'zgarishlik daraja talab qiladigan ishlar. Shunga men mujohid, men jihad qilyapman deganlarning darajasi o'xshamaydi. Men o'xshash saptigo deplam qanoat qilish bo'lmaydi. Har doim ishning eng qiyinini, vazifaning eng mushkulisini, eng xatarligini Allah'ның nazarida ishning eng aslini, eng yengilini, eng bexatirini Allah'dan farqlanadi daraja jihatda. Mana bu 96-oyatdagi darajat ifodasining ma'nosi shu. Mujnunga qarab turib Allah'ның rahmeti, Allah'ның mağfirati shunga qarab turib qana qilindi, taqsim qilinadi qarindoshlar. Bunda oddiy ish emas. Xuddi jihadga chiqqanlar bilan chiqmaganlarning o'rtasida osmon zamin daraja farqi bo'lgandek, jihadga chiqqanlarning tatqan, to'lagan badali, tatqan jafosi, uningga qo'shgan to'hpisi mush ishlar bilan ularning darajasi tabiiyki birisidan qanday qilinadi, farqlanadi qarindoshlar. Tabii ki biz bir yerda tafsilotga kirib bo'lmaymiz, ammo tushunilishga tegishli muhim masala shu. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda oxirisida va kanallohu g'afurur rahim. Alloh mag'firat qiluvchi, rahmat qiluvchilarni oxirlashtirdi. Oyat ilgirmayli oyatga qarayli yoki bu oyatga qarayli. Alloh subhanahu va taoloning maqsadi bu oyatdan bizga bildirmoqchig'ini birinchi qilib o'zining nazridagi buyuk darajaning jihad ekanligi. Va bu darajalarning ichidami har qilgan xizmat, ko'rsatgan to'hfa, tatgan jafo, olgan qiyin, mushaqqatlik vazifalarga qarab turib darajalarning birisidan qanday ekanligi, farq ekanligi. Bir odamningki men musulmon deb qo'yiblam, men mu'min deb qo'yiblam jihadga chiqmaslik bilan yoki jihadga chiqdim deb turib
cihatga chiqdim deb turib, oyatdagi xizmatning darajasiga qarab turib, eng jabri yo'qni, qo'soq ochmaydiganni, usiz qolmaydiganni, bir xim xatri yo'qni, bir xatri ya'ni tanlaganlar bilan boshqalar bilan ularning teng bo'lib qolmaydiganligini bizga alohida eskartadi ki, shunga mana ikki oyatda daraja masalasini Alloh subhanahu va taolo o'tirib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni Allah'ın nazarındaki en yaxshi ishni, en yuqori darajalik ishni tanlab qiladigan mu'minlardan qilsin. Ishning jabiridan, ishning mashaqqatidan qochadiganlarni qilmasin. Dars vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Kelasi soatda kurashgan qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.